Assalamu alaykum barakallahu dostlar. Yaxshimsizlar? Bugun men sizlarga o'zimning yangi bo'lgan sergeli xizmatdan birini o'rlab bermoqchi. Avval bizning ishlayotgan kod shundaqlar bir qalam. Avval kodni ichib olsak bo'ldi. Ko'k rangli bo'lgan har xil kodlar. Chaqirib baqing, har xil kodlar bor, shundaqmi? Avval kodni biz xohlagancha bir elashtirdik. Şimdi siz bana kodni xohlagancha bir elashtirib beramiz. Şimdi her xil kodlar bor. Endi ichidan azilma kodni da yayman. Xohlaganchadan bir kodni ilaman. İlib endi bu kodni o'zinglar imzo qo'ysangiz bo'ldi, men ko'rsatmayman. Ko'raman. Bo'ldimi? Bo'ldi. Ekranni ko'rsatinglar. Endi hozir bu kodni xohlagandan daq pastga surayman, xohlagan to'xtatsangiz bo'ldi. To'xta. Bo'ldi, men bu yerdan ilib bu kodni qo'ydim. Ustiga. O'zinglarning imzo qo'ygan kodni ismlari bor. Hozir qarab olsak bu kod ko'k rangli kodlar, rahmat. İmzo qo'ygan qalam bo'lsa qizil rangli. Endi men o'ynaydigan sergalik mardim bo'lsam, dal sizlar imzo qo'ygan kodni qizil rangga o'zgartirish. Bir kod hozir tez suratda qizil rangga o'zgarib ketdi. Sak. Qizil qopti. O'zgarishli kodmi emasmi hozir qarab baqsak. Shuka. Shuka, naq shuka. Shuma. Hozir shukur cho'g'a. Bu kodni men yoqib turay. Endi imzo qo'ygan kodlar shu karolga. Karol. Buni men yoqib turib, ustiga qalamni qo'yib turaman. Endi bu kodni men unchalik bir acay bunday qilib. Endi o'zinglar xohlagan tatib kodni tatib ebasan bo'ldi, bir tatib. Bir tatib o'ytonlar shekilda. Bo'ldi. Xohlagan olganga hozir aslo qarab baqsa bir kodni ko'rib oldinglar. Ko'rib oldinglar. Bu kodni buni uyitib tartib. Endi keyin kodni berishga ishlayishimizga hozir bu kod eng ustiga chiqadi. Shumi emasmi? Shu. Tapan 8 buni bir yoqqa qo'y. Bu kod nima edi? Karol. Gen qaga Karol. Rahmat, tapan 8 rahmat. Endi keyin o'ynaydigan sergak martimiz qasaq. Voy, qopga sig'ib. O'zgarib chiqadi. O'zgartirdim. Bugungi yangi sergalik martimiz oxirlashdi. Kelar qatimliq sergalik